Assalomu alaykum barchaga. Demet tizimida ishlash va kompyuter savodxonligi bo'yicha test savollarining simulyatsiyasini davom qildiramiz. 3-qism. Birinchisi. Bemorning tibbiy kartadagi joriy ko'rik bo'limida homiladorlik hisobga olish murojaat epizodi avtomatik yaratilishi uchun nima qilish kerak? To'g'ri javoblari aytib o'tib ketaman. Murojaat epizodida A00 A99 guruhidan diagnoz tanlash. To'g'ri javob. Biksni qayta sterilizatsiyaga yuborish mumkinmi? Ha, mumkin. Bemorga qanday sog'liq guruhlarini ko'rsatish mumkin? 1-ikkinchi, 3-chi, 4-chi sog'liq guruhlari ko'rsatiladi. Shunaqa guruhlarga bo'linadi. Tizimga yangi foydalanuvchi qanday qo'shiladi? Tizimga yangi foydalanuvchilar xodimlar bo'limidan qo'shiladi. Bitta xodimga bir nechta rolni biriktirish mumkinmi? Ha, biriktirish mumkin. Jurnallarni qaysi bo'limda ko'rish mumkin? Jurnallarni hujjatlar, jurnal bo'limida ko'rish mumkin. Tizimda avtomatik shakllantirilgan jurnaldagi ma'lumotlar qancha tez yangilanadi? Ma'lumot kiritilgandan so'ng darhol. Javob. Natijasi kiritilgan analiz bekor qilish mumkinmi? Yo'q, bekor qilib bo'lmaydi. Hamshira qanday bo'limlar ochiq? Qabullar, bemorlar, patronaj. Javob. Davolash kursi paytida preparatga allergik reaksiya ko'rsatilgan so'ng amalni bekor qilish mumkinmi? Ha, mumkin. Agar shifokor murojaat epizodidan bemorni gospitalizatsiyaga yo'naltirsa, nima qilmaganda u gospitalizatsiya yo'nalishini yarata olmaydi? Murojaat epizodida hech qanday diagnoz ko'rsatilmaganda yo'naltirish yaratish bir nechta gospitalizatsiya maqsadini tanlash mumkin. Yo'q, mumkin emas. Poliklinikada gospitalizatsiya yo'naltirilgan bemorlar tizimni qaysi bo'limga tushadi? Qabul bo'limi, yo'llanmalar. Shifokor qaysi statsionar ko'rigini faqat bir marta o'tkazishi mumkin? Lamchi ko'rik. Bemorning statsionari rasmiylashtirilganda nima avtomatik ochiladi? Kasallik tarixi. Javoblarni tekshirib ko'ramiz. Hamma javoblarimiz Xudoga shukr to'g'ri chiqdi. Keyingi quiz to'riga o'tamiz. Kasallik tarixida 096 formasini ochish qanday amalga oshirish kerak? Tizimda 096 forma tugmasini bosish. Bemorni statsionarni boshqa bo'limga ko'chirish mumkinmi? Ha, ko'chirish funksiyasi orqali. Gospitalizatsiyani tugatish uchun qaysi hujjat mutlaqo to'ldirish kerak? Chiqish epikrizi. Hamshira qaysi omborni tovar qoldiqlarini ko'rib chiqishga ruxsat bor? Faqat o'z bo'limi ombori qoldig'i. Laborant tahlil natijalari tizimga kiritilgandan so'ng nima qilishi kerak? Natijani tasdiqlashi kerak. Quyidagi qurilmaning qaysi biri yordamida internetga ulanish mumkin? Modem, Wi-Fi router yordamida. Kursorni harakatlantirish uchun qaysi qurilma ishlatiladi? Sichqoncha, mouse. Skaner nima? Skaner qog'ozdagi hujjatni raqamli ko'rinishga o'tkazuvchi qurilma. Printer qaysi turga kiradi? Printer adashmasam chiqish qurilmasi turiga kiradi. Modem vazifasi nima? Modem internetga ulanishni ta'minlashi vazifasini bajaradi.
Operatsion tizimning asosiy vazifalari nima? Kompyuter resurslarini boshqarish va foydalanuvchiga xizmat ko'rsatish. Bajo. Operatsion tizimlar turlariga misollar keltirdi. Windows, Linux, macOS, Microsoft Word dasturi nima uchun ishlatiladi? Matnli hujjatlar yaratish va tahrirlash. Wordda fayl kengaytmasi qanday? Doc yoki docx. Word dasturida yangi hujjat qanday yaratiladi? File new menyusi orqali yoki Ctrl+N tugmasi bilan. Javoblarni tekshirib ko'ramiz. Javoblarimiz hammasi to'g'ri, Xudoga shukr. Quiz 5 ga o'tamiz. Ctrl+B tugmasi nima vazifani bajaradi? Matnni qalin bold qilish. Word shrif font o'lcham qayerdan hisoblanadi? Font size maydonidan. Size degan o'lcham. Sahifa raqamini qanday qo'shish mumkin? Insert page number menyusi orqali. Ctrl+S tugmasi nima uchun ishlatiladi? Hujjatlarni saqlash. Wordda hujjatga rasmni qanday qo'shish? Insert picture menyusi orqali. Ctrl+S va Ctrl+V nima vazifani bajaradi? Nusxalash va joylashtirish. Word hujjatni qanday chop etiladi? File print yoki Ctrl+P orqali. Wordda jadval qanday qo'shiladi? Insert tabli orqali. Hujjatni qanday saqlash mumkin? File, save yoki Ctrl+S orqali. Qaysi menyuda bold, italic, underline opsiyalar mavjud? Adashmasam, home menyusida. Ctrl+Z qanday vazifani bajaradi? Amalni bekor qilish. Undo. Qanday qilib hujjatni parol bilan himoyalash mumkin? File, info, protect, document, encrypt with password orqali. Excel dasturi asosan nima uchun ishlatiladi? Jadval shaklida ma'lumotlarni tahlil qilish va hisob-kitoblar. Excel fayllarning kengaytmasi nima? XLC, XLX. Excel formulalarni kirish uchun qanday belgidan foydalanadi? Tenglik. Javoblarni tekshirib ko'ramiz. Hamma javobimiz to'g'ri, Xudoga shukr. Quiz 6. Qanday funksiyalar asosiy matematik hisob-kitoblar uchun ishlatiladi? Sum, average, minimal, maksimal. Excelda ustunlar qanday belgilanadi? Harflar bilan A, B, C. Excelda jadvalni qanday saqlash mumkin? File, save yoki Ctrl+C. Excel auto sum tugmasi nima uchun kerak? Avtomatik yig'inni hisoblash uchun. Excelda katak ma'lumotni nusxalash uchun qaysi tugmalar ishlatiladi? Ctrl+C. Excelda ma'lumotni filtrlashda qayerda amalga oshiriladi? Data filter menyusida. Excelda ustun yoki qatorni yashirish qayerdan amalga oshiriladi? Format, hide, unhide menyusida. PowerPoint dasturining asosiy vazifasi taqdimotlarni yaratish. PowerPoint fayllarning kengaytmasi nima? PPT yoki PPTX.
Slaydga matn qanday qo'shiladi? Matn qutisiga yozish orqali. Qanday tugma yordamida taqdimotni ishga tushirish mumkin? F5 tugmasi orqali. Qaysi menyuda slayd dizayni tanlandi? Adashmasam dizayn menyusida. PowerPoint rasmni slaydga qanday qo'shiladi? Insert picture orqali. Animatsiya nima uchun kerak? Slayddagi elementlarga harakat berish uchun. Internet nima? Internet butun jahon kompyuterlar tarmog'i. Javoblarimizni tekshirib ko'ramiz. Bitta xato javob aniqlandi. Xatomiz to'g'rirog'i bosilmay qolgan ekan. Dizayn menyusida